o'tib ketib qol. Bittasida kattaroq sal qarzim bor, o'shani berib yubordim. Berib yuborganimdan keyin yana so'radi. Farruxdan so'radim, pul berasanmi reklamam pulini? Hali tushmagandi aka. Sen to'g'risi tullay bola ekansan. Borki, men seni qanaqaligini hozir Lekin Zaybal degan narsani aytdim, boshqa so'kinishlarim sizga ayta olmayman aka. Qolganlaring javob beraman men senga, qasam ichtirma, jinni qilib qo'yaman. Borki, asabim o'ynayapti. Aka unaqa istasan. Aka siz meni bilasizmi? Rolda asab qilib yurishimni aka. Men senga aytayapman. Men qulog'imga ishonaman. Men senga otang qilmagan tavba qilib minnat bo'lib qoladi. Shu gapni gapirmayman. Lekin borku, shunaqangi nonko'rlik qilding. O'shanda ishxonangga borganingda ham yig'laganing uchun, men senga urushgan, eslaysanmi? Sarvar bor edi. To'g'ri yur, to'g'ri yur. Ana cho'p bilan bitta urdim, o'zingcha yig'lading. Akam yo'q edi, akam o'rnida aka shunaqa yumshab ketdim. O'shanda ham yomon afsuslandim. Borku shu qilgan ishimdan. Aka